So'nggi paytlarda Instagramda soxta oltin tugma ko'tarib men youtuberman deyayotganlar ko'payib bormoqda. Kelinglar ushbu videoda haqiqiy oltin tugma bilan soxta tugmani farqlashni o'rganamiz. Birinchi farq, mana bu joyda oltin tugma oluvchining ismi bo'ladi yoki kanalning nomi bo'ladi. Ikkinchi farq kuchli. Mana bu joy juda ham qalin bo'lmaydi. Haqiqiy oltin tugmada mana shunday bo'ladi, qalinligi mana shu joyi. Bu qismi o'rtada turgan bo'ladi. Soxtasi desa bu o'ng tomonga o'tib ketgan bo'ladi ko'proq yoki chap tomonga o'tib ketgan bo'ladi ko'proq. Eng kuchli 4-farqqa yetib keldik. Haqiqiy oltin tugmada korobka bo'ladi, soxtasida bo'lmaydi. Korobkaning ustida kimga oltin tugma kelgan bo'lsa, o'shaning ismi bo'ladi. Mana men ismim, familiyam, telefon raqamim va oltin tugma yuboradigan kompaniyaning nomi bo'ladi. Soxta tugmada na korobkasi bo'ladi, na korobkaning ustida ism, familiya bo'ladi. U soxta tugma bo'ladi. Siz ham YouTube'da o'rganmoqchi bo'lsangiz, mana shu videoga like bosing, kommentariyada plyus qoldiring. Men sizlarga YouTube'da o'rgataman. Boshqalarga o'xshab 500-600 dollardan emas, 1.270.000 so'mga shaxsan o'zimni o'rganishingiz mumkin. Qanaqa qilib kanal ochilinadi, qanaqa qilib video yuklanadi, qanaqa qilib videolar tayyorlanadi. Men YouTube bilan 2018-yildan beri shug'ullanib kelaman. YouTube tomonidan 3 marta taqdirlanganman. Ikkita kanalda 100.000 obunachi qilganim uchun har biriga bittadan kumush tugma berishgan. Bitta kanalda 1 million obunachi qilganim uchun mana bu haqiqiy oltin tugmani berishgan. Ilohim hammaga nasib qilsin mana shunday natijalar.